2026-yil avgust oyida Umra safariga bormoqchiman. Hikmat Travel'da narxlar qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun bugun Xudo xolasa Abdug'offor akaning oldilariga yetib kelganmiz. Bizga layklarni bosib qo'llab-quvvatlab turganlar, Xudo xolasa videolarimiz birinchilardan bo'lib ko'rib borishlaring mumkin bo'ladi. Agar sizlar ham kanalimizda yangi bo'lsalaring, bizga laykni bosib, obunani bosib qo'ysalaring, Xudo xolasa yangi videolarimizni birinchilardan bo'lib kuzatib borishlaring mumkin bo'ladi. Biz Abdug'offor akadan to'liq ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli Xudo xolasa aka, biz obunachilar uchun bitta narxlarni tushuntirib bersiz aka. To'lov masalalari qanaqa, shart-sharoitlar qanaqa aka, borishgandan keyin hammasini bitta to'liq qilib ma'lumotini bersiz. Xo'p bo'ladi. Farg'ona reysimiz Vodiydan boradiganlar uchun 15-avgust kuni bor. $975 qilib beramiz. Toshkentdan bo'ladigan bo'lsa, Toshkentdan deyarli har kuni kun ora bor. O'zlaringni kunlarini aytsalar, bir kun aqaba bo'lib qolishi mumkin. Buni narxini $925 qilib beramiz. Toshkentdan yetmoqchi bo'lgan bo'lasizlar. Aloqaga chiqinglar. O'zlaring joylaring bron qilishlaring mumkin bo'ladi. Zo'r. Endi aka, to'lov masalalari qanaqa? Onlayn to'lov qilsa bo'ladimi, ofislarga borishsa bo'ladimi? Xo'p, to'lov masalalarimiz xohlasa ofislarimizga kelib to'lov qilsin. Ofislarimiz manzillari Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun onlayn joylarni bron qilsalar ham bo'ladi. Shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Bemalol aloqaga chiqsalaring, qanaqa qilib onlayn joylarni bron qilish deydi, o'zimiz o'rgatib tushuntiramiz, xudo xolasa. Zo'r. Endi aka, shart-sharoitlar qanaqa, shular haqida bitta ma'lumot bersangiz? Xo'p bo'ladi. Sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gastitsalarimiz uzoqligi, Makka Mukarramada 800 metrdan 2,5 kilometrgacha. Qaysi gastitsamiz bo'sh bo'lsa, o'shaga tushasizlar, xudo xolasa. Bundan tashqari Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimiz o'z ichiga oladi. Zo'r. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. 50 boshimiz aeroportdan billa borib, billa kelishadi. Firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi. Xudo xolasa. Zo'r. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib o'zlaring joylaring bron qilishlaring mumkin. Xudo xolasa yanada to'liqroq ma'lumot beriladi. Videoda boshida aytib o'tganimdek, bizga layklarni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yganlarga Xudo xolasa Hikmat Travel'da qanaqa yangiliklar bo'layotgan bo'lsa, birinchilardan bo'lib kuzatib borishlaring mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha